بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Xush kelibsizlar aziz o'quvchilar. Bugun biz Mabdaul Qiroat kitobidan 15-darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Birinchi bo'lib biz mufradotlar, ya'ni ma'anil kalimati, so'zlarning ma'nolari bilan tanishib chiqamiz inshaalloh. Ma'ani al-kalimati, so'zlarning ma'nolari. Muallimun bu birlik siyg'asi, o'qituvchi, ya'ni o'qituvchi. Muallimun o'qituvchi yoki mudarrisuna. O'tgan darsimizda biz tanishdik. Yoki muallimun, o'zi muallim asli biz tilimizda muallimun deyiladi. Lekin arablar bu narsani muallimni nima deydi? Mudarris deydi. Muallimun bu birlik siyg'asi, bitta muallim degani. Shuni ko'plik qilmoqchi bo'lsak nima bo'ladi? Mana buni qo'shamiz. Muallimuna bo'ladi. Ko'plik siyg'asi. Sotib olmoq. Bu qaysi so'z? Ishtiroun. Sotib olish ishtiroun bo'ladi. Sotib oldi demoqchi bo'lsak qanday bo'ladi? O'tgan zamonda ishtara. Sotib oladi, yashtari. Sotib ol, ishtari. Sotmoq. Bay'un. Sotib oldi, ba'a. Sotib oladi, yabi'u. Bi' sotib ol. Buyruq fe'li. Faqat nima? Faqat degan. Al-ana degani bu hozirni bildiradi. Hozir degani. Ko'rmoq. Ru'yatun. Ko'rdi o'tgan zamonda demoqchi bo'lsak, ra'a ko'rdi, yara ko'radi, ra ko'r, ya'ni fe'l amr ko'r bo'ladi. Chiroq. Misbahun. Chiroqlar demoqchi bo'lsak, masabihu bo'ladi. Ma'a birga degani. Sahibun do'st, o'rtoq. Ashabun do'stlar, o'rtoqlar. Qara'tum bu qara'a yaqra'u iqra. Qara'ana bu nimasi? Muxotab fe'li. Qara'tum degani o'qidinglar, sizlar o'qidinglar degani. Katabna yozdik, yana biz yozdik. O'zi asli katabaydi. Mana bu nun kirdi oxirga, nun kirgandan keyin nima bo'ldi? Katabna bo'ldi. Thumma so'ngra. Zahabu ketdilar, zahabna. Ahamiyat bering. Zahabu u erkaklar ketdilar, zahabna u ayollar ketdilar degani. Ayollarga ishlatilgan gap. Endi mana bu jumlalarni o'qib tarjima qilamiz birgalashib. Aynal kursiyyu, aynal karasi, aynal karasi, kursilar qayerda? Kharajal muallimu minal fasli thumma at-talamizatu. Muallim sinfdan chiqdi, so'ngra o'quvchilar chiqdilar. Mata ji'ta ila al-madrasati ya Sa'idu? Madrasaga qachon kelding ey Sa'id? Al-ana faqat ya Salimu. Hozir keldim, faqat hozir keldim ey Salim. Ma'a man ji'ta? Kim bilan kelding? Ma'a sahibi Uthmana. Usmon, do'stim Usmon bilan. Ishtaraytu qalaman va mistaratan va kitaban. Qalam va lineyka, ya'ni chizg'ich va kitob sotib oldim. Ishtarayna kutuban va awraqan va masatira va aqlaman va kararisa. Sotib oldik biz nima? Kutuban kitob va awraqan varaqlarni va masatira chizg'ichlarni va aqlaman va qalamlarni va kararisa va daftarlarni. Ya'ni biz kitob oldik, kitoblar oldik va varaqlar oldik va chizg'ichlar oldik va qalamlar sotib oldik va daftarlar sotib oldik. Zahabna ila al-madrasati. Biz madrasaga bordik. Ji'tum ila al-bayti. Ji'tum ila al-bayti. Siz uyga keldingiz. Qara'tum ad-darsa. Darsni o'qidingiz. Ra'aytu fi sahati ad-dari at-talamizata yal'abuna bil-kurati. Ra'aytu ko'rdim fi sahati ad-dari hovlida kimni? At-talamizata o'quvchilarni yal'abuna bil-kurati. Koptok o'ynayotgan hollarida ko'rdim. Ra'aytu sahibi Faridan yal'abu fil hadiqati.
o'rtog'im, do'stim Faridni ko'rdim, o'ynayapti nimada? Fil hadiqati, bog'chada. Xo'p. هؤلاء المعلمون يحبون تلامذتهم كثيرا. Mana bu muallimlar, mana bu mudarrislar, o'qituvchilar yaxshi ko'radilar o'quvchilarni ko'p, juda ham ko'p. Abi ishtara masabiha. Dadam nima chiroq sotib oldilar, chiroqlar sotib oldilar. Abi, dadam chiroq sotib oldilar. Hal qara'tum durusakum ayyuha at-talamizatu. Darslaringni o'qidilaringmi ey o'quvchilar? Na'am, qara'na. Ha, o'qidik. Mashaytum qalilan. Ozgina yurdinglar. Hal wada'tumul kutuba fil khizanati. Kitoblaringni shkafga qo'ydilaringmi? Hal wada'tumul kutuba fil khizanati. Kitoblarni shkafga qo'ydilaringmi? Na'am, ha, wada'na, qo'ydik. Mata bi'ta farasaka. Otingni qachon sotding? Al-ajlu yamshi ma'a ummihi. Buzoqcha onasi bilan yuriyapti. Hal ba'a abuka baqaratahu. Otang, ya'ni sigirini sotdimi? Mata ra'ayta sa'idan ya Salihu. Sa'idni qachon ko'rding ey Solih? Al-ana, hozir. Faqat ya akhi, hozir ko'rdim ey birodarim. Ishtarayna hisanan va thawran va baqaratan. Sotib oldik biz nimani? Hisanan, ot. Va thawran, va ho'kiz, buqa. Va baqaratan, va sigir. Xo'p. Kharaja al-khadim ila as-suqi fashtara dajajatan wa dikan. Xodim, ya'ni xizmatkor, suq, ya'ni bozorga chiqdi. Fashtara dajajatan wa dikan. Va tovuq va bir xo'roz sotib oldi. Xo'p. Darsimizni tarjima qilsak. 15-mashq. Quyidagi gaplarni arab tiliga tarjima qiling. Soatlar qayerda? Ayna as-sa'atu? Ayna as-sa'atu? Darslaringizni o'qinglar. Iqra'u durusakum. Ukanga xat yozdingmi? Hal katabta ar-risalata ila akhika? Yoki hal katabta al-maktuba ila akhika? Bu yerga qachon kelding? Mata atayta ila huna? Yoki mata ji'ta ila huna? Hozirgina, al-ana. Kim bilan kelding? Ma'a man ji'ta? O'rtog'im Naim bilan. Ma'a sahibi Naim. Nega yig'lading? Nega yig'lading? Lima bakayta? Nega kulding? Lima dahikta? O'quvchilar choyni ichdilar. At-talamizatu sharibu ash-shaya. At-talamizatu sharibu ash-shaya. Choy ichdik. Choy ichdik. Sharibna ash-shaya. Bolalar bolalar ovqat yedilar. Al-awladu akalu at-ta'ama. Akalu at-tabiqa. Madrasaga bordingizmi? Hal zahabtum ila al-madrasati? Bordik. Zahabna. Bu yerga kel. Ta'ala huna. Ta'ala huna. Bu yerga kel. O'ynaymiz nima? Nal'abu. Ta'ala huna nal'abu. Darslaringizni o'qing bilish kerak. Darslaringizni o'qing. Iqra'u durusakum. Xat yozdingizmi? Xat yozdingmi? Hal katabta ar-risala yoki hal katabta al-maktub? Kursilar qayerda? Ayna al-karasi?